покоя нет. Весь день я жду кого-то, без сна встречаю я рассвет. И все из-за кого-то, со мною нет кого-то. Ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти. Ishdagi ishq mojarasi. Кого-то, чтобы найти кого-то, могу весь мир я обойти. Как всем известно, труд облагораживает человека. И поэтому люди с удовольствием ходят на работу. Лично я хожу на службу только потому, что она меня облагораживает. Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем. Людмила Прокофьевна Калугина, директор нашего статистического учреждения. Она знает дело, которым руководит. Такое тоже бывает. Людмила Прокофьевна приходит на службу раньше всех, а уходит позже всех. Из чего понятно, что она, увы, не замужем. Мы называем ее наша мымра. Конечно, за глаза. Каждое утро по дороге на службу я избавляюсь от своих шалопаев. Вот тебе 40 копеек, купишь 2 пакета молока. И не забудь. Ладно. И позавтракать не забудь, слышишь? Так, теперь давай с тобой разберемся. Ты когда перестанешь хулиганить, а? Почему все на тебя жалуются? А я себя хорошо веду. Почему на других детей не жалуются? Объясни мне, пожалуйста. Зачем ты ел пластилин? А я его собственным ел. Ну ты же взрослый человек, ты же понимаешь, что пластилин не едят. И зачем вы Машу заперли в шкаф? Понимаешь, я запер, а ключ потерялся. Шагай! И не смей мазать стул воспитательницы клеем, слышишь? Ладно, ладно. Обормот. Зовут меня Анатолием Ефремовичем. Фамилия моя Новосельцев. Я живу только на зарплату, то есть от получки до получки. Одним словом, выкручиваюсь. Одним словом, верчусь. Mana bu ayol Olga Petrovna Ryzhova. Oля. She'rlar Bella Ahmadullinaniki. Qo'shiqlarni Alisa Frendlik, Andrey Mexkov ijro etadilar. Oля meni eng sadoqatli do'stim. Biz u bilan studentlik chog'idayoq do'stlashganmiz. Uni menga yoqadigan tomoni shundaki, u hech qachon umidsizlikka tushmaydi. Doim ruhi tetik. Yer kurasini harakatga keltiradiganlar ham aynan ana shunaqa odamlar.
Bizning shahrimizda odamlar haddan tashqari. Keldi ketdilarni aytmaysizmi? Mashinalarning-ku son sanog'i yo'q. Hamma qayerqadir shoshadi, hamma qayerqadir kechikadi. Hamma yerda sur, tiqilinch, navbat kutish. Lekin men baribir bu shaharni yaxshi ko'raman. Chunki bu mening shahrim. Ajoyib, go'zal shahar. Bu Verochka. U hamma ayollar singari sinchkov, qolaversa hamma sekretar qizlar kabi latofatli. Maoshi ham boshqa sekretarlarnikidagi, lekin kiyinishi, pardoz andozi hammasi xorijiylarniki. Qanday yetkazarkan, hayronman. Bu ayol Shura. Xushuro'ygina, lekin afsuski, juda faol. Bir vaqtlar uni jamoat ishlariga ko'tarib qo'yishgandi. O'shandan beri qaytib tushirisha olmaydi. Kartina direktori Karlen Og'ajonov. Biz jamoat transportidagi ertalabki majburiy badan tarbiyadan keyin yanada bardamlashib, nihoyat ish joyimizga yetib keldik. Salom. Yaxshimisiz? Bilasan, Vovka yana botinkasini yirtib ketdi. 20 so'mlikgacha qayerdan olsam? O'rtoqlar, qayda? Shoshma dori oling. Bilmadim. Balki kalaska olarmiz. Boshlar o'g'idorisidan bering. O'rtoqlar, shoshmanglar. 50 tiyindan berib ketinglar. Bugun nimaga yana? Marsha Seleznyovaning ko'zi yoribdi. To'lab mana bu yerga qo'yib qo'yinglar. Qiz Qo'ysizda. Bilmadim, so'rashga ulgurmadim, balki o'g'il, balki qizdir. Ko'p rahmat. Rahmat. Hoy o'rtoqlar, to'xtanglar, to'lamaganlar to'lab ketsin. Mana bu yerga. Men uchun ham qo'l qo'yib. O'rtoqlar, Marsha Seleznova yana bola ko'ribdi. 50 tiyindan to'laylar. Voy, biram shandalikki. Mana bu yerga. Qayerdan 20 so'm topsam ekan, ha? Qaydan? Qaniydi meni bo'lim boshlig'i qilib tayinlashganman. Men albatta tayyorlardim. Hadi, yaxshi xizmatchisan, tajribang bo'lsa bor. Yaxshi kampirimiz oldiga kirib gaplashib ko'r, ochig'ini ayt. Axir sendek odamni qo'ymasa kim qo'yadi? Qo'ysang, nimalar deyapsan o'zi? Ketdikmi? Mana bu yerga qo'y. Shura. Mana. Shura o'g'li Mana sizga qaysi? Shura. Bilmadim, balki o'g'il, balki. Kampirimiz oldiga kir, hammasini ayt. Ikkita bolam bor de. Qiziq sana bolalarmi? Shu bolalar nima ekanligini biladimi? Salom. Yaxshimisiz? Bu bolalar dunyoga shtat bo'yicha amali, oyligi tayin o'sib ulg'aygan holda keladi deb qo'ydi. Yaxshimisiz? Salom. Shundoq-ku, lekin ortiqcha 50 so'mni senga birov bermaydi. Ha, to'g'ri. Salom. Ha, ochiq gap pulda emas, salom. Lekin bu yerda o'smay o'tirish yonimga tegdi. Har qalay durustroq ishlar ham salom. Qo'limdan keladi meni. Nega endi buni menga aytyapsan? Borib buni o'ziga ayt. Yo'q, unga aytmayman buni. O'zimni yerga urmayman, keragi yo'q. Salom, yaxshimiz. Yaxshimiz. Yaxshisiz. Salom. Har kuni ertalab idoramizda ish bir xilda boshlanadi. Bu odat, an'ana yoki marosim desak ham bo'ladi. Pyotr Ivanovich Bublikov, umumiy ovqatlanish bo'limi boshlig'i.
Ehtimol shuning uchun u tiqmachaqdaydi. Bu esa Yuriy Grigoriyevich Samoxvalov. Bebaho odam. Uni ko'pdan studentlik davrimizdan bilaman. Bu mojaro u idoramizda paydo bo'lgan kundan boshlandi. Ya'ni idoramiz go'zallarining har kungi ertalabki pardoz andozlarini tugatib, smeta, plan, hisobot, ma'lumot, raqamlarning sehrli og'ushiga sho'ng'igan damlardan boshlandi. Ishga men oldin ketdim. Eshikni pastki qulfini qulflashni unutmadingmi? Senga hisobot berishim shart emas. Axir biz ajrashganmiz. Ha, ajrashganmiz. Kecha juda ham qo'pollik qilding. Meni afv etasiz, Lyudmila Prokofyevna o'zlaridanmi? Ha, kutib turing. Axboroting uchun bugun meni tavamda quymoq qilishga qilib, uni yuvishni butunlay unutib qo'yibsan. Shu ham sigaret bo'ldi-yu. Hozir. Mening ismim Yuriy Grigoriyevich. Keyin gaplashamiz. Kechirasiz, men sizni ish bilan kelganlardanmi debman. O'zlaridanmi Lyudmila Ha, Prokofyevna? marhamat, Yuriy Grigoriyevich. Salom berdik, Lyudmila Prokofyevna. Mana men keldim. Topchi nima chekyapman hozir? Malboro. Yangi o'rinbosar vallomatlik qilib bir blokini berdi. Sekretar bilan tanishib olishi kerak-di. Hozir u kampirni oldida o'tiribdi. Kim bilan tanishgan bo'lsang ham menga baribir. Kechirasan, men beixtiyor telefon qilman. Boshqa qaytarilmaydi endi. Sizga Shvetsariyadan sovg'a keltirgandim. 8 xil rangda yozadi. Rezolyutsiyalar qo'yishga juda qo'l keladi. Qora rang ruxsat yo'q. Qizil rang buxgalteriyaga to'lansin, yashil rang umid, ko'kka o'rta falonchi ko'rib chiqing. Marhamat. Rahmat. G'oyat oqilona. O'tiring. Vera, Novoseltsevni huzurimga chaqiring. Qaysi Novoseltsev ekan u? Bittasida landovur bo'sh bir xodim. Afsuski unaqalar ko'p bizda. Demak, Yuriy Bo'sh. Grigoriyevich, Anatoliy Efremович, Kalugina sizni chaqiryapti. Hozir o'zi meni chaqiradi. Yo'q. Menga qara. Bo'shashmasdan temir qizig'ida bos. U yerdan bo'lim boshlig'i bo'lib chiqishim Nima kerak. deyapsan? Uning uchun men 0 yo'qman axir. Darvoqe hamma unga 0. demak, birinchi navbatda kimyo sanoati bo'limi Shvetsariyada men bilan aynan tanishasiz. kimyo Bizda u sanoati namunali statistikasi bo'lim. bilan shug'ullandim. Bu yerda menga Keyin shunisi yoqib qurilish kelingan. bo'limida kompyuterlarning o'rnatilayotganini kuzatib Darvoqe, borasiz. Shvetsariyada kompyuterlar. Juda yaxshi Shvetsariyada kompyuterlar borligi. Bizda, ayniqsa yengil sanoat bo'limimizda ish chatoq. Ha? U yerda hozir bo'lim boshlig'i yo'q. Petroniy ministrlikka o'tib ketdi. Novoseltsev kutyapti. Hozircha munosib nomzod topolmay turibman. Mayli kirsin. Kiring. Kiravering, qo'rqmang. Sizdan yana bir narsaga alohida e'tibor Salom Lyudmila berishingizni Prokofyevna. Meni chaqirtirganmidingiz? o'tiring. Rahmat. O'rtoq Salom. Novoseltsev. To'la. To'la. To'la, o'zingmisan? Yurka. Bu yerda nima qilib yuribsan? Shu yerda ishlayman. Nima gap o'zi? Xuddi shu yerda ya. Men institut tugatib o'zing qayerdan kelib qolding bu yerga? O, ko'z o'ynay, mo'ylo, obba seni soching ham to'kilibdi. Yo'q, hali unchalik O'rtoq emas. Novoseltsev. Biz u bilan birga o'qiganmiz. Uchrashgan joyimiz bir bir qaraya. meni chaqirishgan edi. O'rtoq Novoseltsev. Hozir. Ha, ya. O'rtoq Novoseltsev, bu sizni hisobotingizmi? Ha. Ishlagandan keyin durustroq ishlash kerak, yo bo'lmasa ishlamaslik kerak. Statistika aniq fan, u taxminni yomon ko'radi. Tushunaman. Tekshirilmagan ma'lumotlardan qanday foydalandingiz? Bu qanaqasi? Nimaga endi tekshirganman? Bizda muttasil u yoki bu mol taqchil bo'lib qoladi. Shunga kecha e'tibor berganmisiz? Ha, axir magazinlarni aylanaman-ku. Ha, darvoqe Shvetsariya magazinlarida Bilasizmi, buni boisi sizga o'xshagan landovrlarni, shunday mollarni noto'g'ri planlashtirishini oqibatidir. Qayta tuzib chiqing. Endi Yuriy Grigoriyevich, haligi gapga qaytaylik.
Sizdan o'rinbosarim sifatida e'tiboringizni ayniqsa intizom masalasiga qaratishingizni so'rayman. Intizom bizda juda chatoq. Menda ishingiz bormidi? Ha. Xo'sh. Haligi sizga savolim. Qanday? Yo'q, savolim yo'q. Yo'q deng. Unda bo'shsiz. Ishga kechikib kelishadi. Ish vaqtida meni qabulxonada kutib turgan, hozir chiqaman. Ish vaqtida magazin yurishadi. Yaqinda juda xunuk bir voqea bo'ldi. Ko'z ko'rib quloq eshitmagan. Ayollar hojatxonasida kechirasiz. Xo'sh. E'lon yozib qo'yishibdi, kolgotka sotaman. Falon nomerga telefon qiling deb. Bema'niligini o'zi. Bilasanmi, kampirimizga kimni o'rinbosar qilib yuborishibdi? Yo'q. Kimni? Topchi. Bilolmadim. Mana bir o'ylab ko'rchi, o'yla. Bilolmadim, ayta qol. Yurkan. Qaysi Yurkan? Allah, oralaringizda hech narsa bo'lmaganda qaysi deysan? Samaqmag'ib. Qaraya. Hozir ko'rdim. Qanaqa bo'lib ketibdi? O'sha archilgan tuxumda. Oy. Yura. O'la. O'sha chiroylisan-a. Ha, chiroyli. O'zing ham sira o'zgarmabsan. Yo'q. Seni ko'rganimdan xursandman. Melam. Meni Qo'llar qayerda gaplashsa ekan? Kabinetimga taklif qilay desam, imkon yo'q. Kalugina yangi o'rinbosar kelishiga uni remontdan chiqarishim buyuribdi. Odatda yangi boshliq ishni o'z kabinetini remont qilishdan boshlaydi. Ahvollar qalay, o'la? Rahmat, yaxshi. O'zim alohida kvartiram bor. To'g'ri, shahardan tashqarida-yu, lekin Bir taklif stansiyaga ana yoqda chekib gaplashmaylik. O'g'lim Vitka 14 ga kirdi. Ha. U sportchi. O'smirlar orasida birinchi razredi bor. Ana bu uzunlikka sakrashdan. Nima chekyapsan? Mana, mal biri. Rahmat. Erim ahvoli yomon emas hozir. Pokrovskining o'zi uni oshqozon operatsiya qildi. Operatsiya muvaffaqiyatli chiqdi. Unga bepul pujovka berishdi. Yesin tugiga. Dam olyapti hozir o'sha yerda. Umuman olganda hayotdan nolimayman. Qoldi. Tamakisi o'tirib. O'zimiznikidan o'taversin. O'sha ma'qul. Do'stlar bilan yig'ilishib turamiz biznikida. O'zing qalaysan? Yomon emas. Bu yer kemasimdan avval Jenevada ishladim. Shvetsariyadan sovg'a. Rahmat. Xo'sh, ahvol qalay ekan o'sha Jenevada? Vitka seni deb bo'ldi. Shvetsariya munosabati bilan seni 20 so'mga tushirsam nima Nima derdim? Bemalol. Sen meni kechir, meni unaqa odatim yo'q o'zi. Boshliqlardan pul oladigan, lekin Qo'rqma, hali ishga chiqarim yo'q. Unda oson bo'lar ekan. O'zi zararlamasmi senga? Maoshdan beraman. Rahmat. Xullas, yur. Juda yaxshi bo'ldi seni o'rinbosarlikka tayinlashgan. Yordam qil to'yga. Qanday? Haligi bilasanmi? O'yla, bosh qil deyapman senga. Hozir bosh qil. O'ta ketgan adolatsizlik bo'lyapti. Bizda bo'lim boshlig'ining o'rni bo'sh hozircha. Unga to'ladan munosib nomzod yo'q. O'yla, jim bo'l. O'tinaman sen. Obamani aqlli. Qaramog'ida ikkita bolasi bor. Nima, bolalaring kattami? Xotining nima ish qiladi? Uni hech qanaqa xotini yo'q. U tanozi kelib bolasini tashlab ketib qolgan. Yo'q, bolalarni unga o'zim bermaganman. Lekin gap unda emas. Allo, salom, bu men Novoseltsevman. Tuflayapti. Yaxshilab quloqni cho'zib qo'ying. Sal kechroq boraman. Ha, unga botinka olmoqchi edim. Kechroq olib ketaman. Rahmat, omon bo'l. O'xshaydi, tuflab o'tirganimish. Haqiqatan To'yani bo'limga boshliq qilib tayinlash yomon fikr emas. Yura kerak emas. Yura. Shartta qilib tayinlama. Nimalar? Sen ham Hozir kirmanib buyuruvchi Nega bo'lmas ekan? Ko'rib turibsan, hisobotini ham rasvo qildim. Keyin foydasi yo'q, qo'yinglar, yo'q. Xo'p, deb to'y. Qo'ysangchi, shuncha yil ichida balki ishdan chiqib qolgandirman. Har qalay bo'limni boshqarish qo'lingdan kelar axir. Ha, albatta. Kutinglar meni. Yura, hozir vaqti emas. Ishoning, Yura, hozir vaqti emas. Nega yo'q deysan? Bu foydasi yo'q axir. Uni qaraya. Sirayam o'zgarmabdi. Shu ketishida bo'ladigan bo'lsa, unda uzoqqa bora olmaydi. To'la, rostini aytchi menga. Seningcha qalay? Tuzumam? Voy, oynaga qara. Hali ham zo'rsan. Lyudmila Prokofyevna, miyamga bir fikr keldi. Siz nima deysiz, agar yengil sanoat bo'limiga boshliq qilib Novoseltsevni tayinlasak? Ha? Hisoboti yomon tuzgani bilan uni yomon ishlaydi deya olmaymiz. Mayda ishda o'ralashib qolibdi bechora. Uni ko'pdan taniyman, juda qobiliyatli yigit. Amalingizdan foydalanib eski do'stingizni ko'tarmoqchi bo'layotganingizni tushunaman. Lekin men odamlarning qobiliyatiga qarab
qadrlashingizni istar edim. Kechirasiz. Salomat bo'ling. Bo'lmadi hozircha. Osongina ko'chmaydi bunaqa ishlar. Bolalar, oz-moz sabr qilsak, hammasi joyida bo'ladi. Senga doim ishonardim, yur. Baribir ish chiqmaydi. Sen qo'rqma, o'rinbosar. Bachkinalik qilmayman begonalarning oldida. Ha, sen hamisha nazokatli eding, Olga Petrovna. Ha, yaxshi. Sizlar gaplashaveringlar, men magazinga borib kelaman, bo'lmasa tushlik yopib qo'yishadi. Bizda tushlik juda ham noqulay paytda. Soat 1dan 2gacha, xuddi oziq-ovqat magazinlaridek. Vaqt ta'sirini o'tkazmay qolmas ekan. Qanaqa edi-ya u? Nimasini aytasan? Biz ham mol-mo'rlik bo'lganimiz yo'q, shunaqa emasmi? Ha, to'g'ri, xotinlarda bu darrov ko'zga tashlanadi. men qara. Haqiqatan ham o'sha lavozimda do'stim bo'lishini istardim. Har qalay biror kor-hol bo'lsa, o'z odamingda. Tushunarli, haligi nima edi? Qilday bo'lsa ham tomiring bo'lsin demoqchisan-da. Axir o'z odaming. Qoda. Shu paytgacha ochig'i hech kimniki emas edi. Pastga tushaylik, senga bir narsa ko'rsataman. Vera, menga mashina chaqiring. Mana. Ko'p rahmat. Minnatdorman. Birinchi qavatda bosib o'rsak. 1 minutga. Siz yangi o'rinbosarmisiz? Judayam soz. Masha Seleznov farzand ko'ribdi, marhamat qilib 50 tiyin bersangiz, qo'yib qo'ying. Zabish bo'pti-ku. Sizdaqa tushunganlarni sadaqasi ketsang arziydi. Marhamat, oling. Voy, qaytaman oling. Yo'q, men Masha Seleznovdan hech narsani aytmayman. Siz berganmisiz? Berganman. Berganmisiz? Berganman. Yangi etik olibsizmi, Vera? Olganimcha yo'q hali, Lyudmila Prokofyevna. Sizga yoqdimi? Juda ko'zga tashlanar ekan. Rostdan. Men bunaqasini olmasdim. Agar men siz o'rningizda bo'lganimda, Verachka etikni ish paytida emas, boshqa paytda ko'rar edim. Etik yaxshi ekan, demak olishim kerak. Bilasanmi, Kalugina seni xush ko'rmas ekan, o'rta miyona bir xizmatchi deydi. Ehtimol u haqdir. Hazır bo'l. Qo'ysangchi, kamtarligini yo'q bilanda. Har qalay Kaluginaning ko'ngliga yo'l topish kerak. Zaif joyi qayerda? Uni zaif joyi yo'q. Yosh o'tib qolgan, xunuk, yakka yolg'iz bir ayol. Yo'q, ayol emas, u direktor. Sit down, please. U senikimi mashina? O'tir, bolakay. Zo'rku. Volga, a? Shunga o'xshashroq. O'tir. Uni qaraysiz, axir bu salkam kvartira-ku. Bunisi nima? Ha, stereofonik magnitofon. Philips degani. O'rnatilgan ekan-da. 2 dinamiklik chapda unda. Yuriy Grigoriyevich, ministerlikka ketyapman, kechroq kelsam kerak. O'rta Novoseltsev, hisobot bilan shug'ullansangiz bo'larmidi? Lyudmila Prokofyevna, esingizdan chiqmasin, yana kechqurun kutaman sizni. Xo'p, boraman. Yura, agar bilsang endi qanday qo'rqishim undan. Azroilni o'zi. Ne qara. Bugun men yangi ishni yuvmoqchiman. Sen hamki o'tirishdan foydalanib Lyudmila Prokofyevna bilan munosabatingni yaxshilab ol. Parvona bo'l atrofida. Bo'lmasa yana sen nomzodingni taklif qilsam, u meni naq yutib yuboradi-ya. Qanday parvona bo'lay agar yutib yuborsa? Yo'q, sen o'jarlik qilma. Axir qarshingdagi ayol kishi-ku. Yo'q, Yura, shuning uchun ham unday qila olmayman. Erkak sifatida bo'lmaydi. Yo'q, erkak sifatida bo'ladi. Men axir senga
jiddiy munosabatda bo'l demayapman-ku. Uni shunchaki aylantirasan. Vassalom. Yo'q, dunyoda hech qanday mansab uni aylantirishga meni majbur qila olmaydi. Ke bu gaplarni qo'y, baribir uni aylantirmayman. Yoshda o'tirishingga o'ylani ham taklif qil. Axir meni taklif qilib, uni aytmasang xafa bo'ladi. O'yla nima qiladi? U nima deganing? Hay mayli, aytaman. Demak, soat 8larga kelaveringlar. O'rtoqlar, marhamat olinglar. Yeb o'tiringlar. Mana pomidordan olinglar. 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 Rahmat. Ruxsat eting. Voy, bemalol. Taklif qilishga. Mana buni yeb ko'r. Nega ishlashni yemayapsan? To'la. Uyingiz juda ham shinam ekan. Rafiqangiz ham menga ma'qul bo'ldi. Bu xususiyatimiz bir ekan. O'ylaymanki, ishda ham shunday bo'ladi. Albatta. Bu nima? Juda g'alati-ku. Bu model. Yevropada juda moda bo'lgan. Interyerlarni mana shunaqa narsalar bilan bezashadi. Toppa. Qarang. Aylanganda tovlanadi. Buni amerikalik Skolder degan odam topgan. O'zingiz tushunasiz, 20-asr shovqin to'polon odam ishdan kelganda asablarni tinchlantiradi. Ha, ajoyib ekan. Mehmonlar oldiga chiqing, yurib ko'rishsiz bo'lmasangiz zerikib qolishadi. Yo'q, Lyudmila Prokofyevna, sizni yolg'iz qoldiraman. Hech qisi yo'q, men o'tiraveraman. Mana jurnal ko'raman, shovqinga sira tobim yo'q. Umuman yolg'iz o'tirishni yaxshi ko'raman. Aziyat chekmang, o'zim bemalol o'tiraveraman. O'zingizga o'tiravering. To'la, 1 minutga. 1 minutga bu yoqqa. Hozir. To'la. Chopatay. Majaliy ekan. Men qara, qulay payt keldi. Lyudmila Prokofyevna narigi xonada dam olyapti. Mayli, dam olaversin. Men qanaqa tentaylik qilma, qanaqasan o'zi. Yurak kerak emas. Ichinglar. Yo'q, yurak yo'q. O'sha. Yo'q, olib kelmayman. Nimaga endi olib kirar ekanman? To'g'ri, bilaman. U misoli qo'riqchi, uni polizga qo'ysa ham bo'ladi, lekin sen yuziga qarama. Chetga qara. Yo'q, shuncha kerak emas. To'la, kimga aytyapman? Kir. To'la, bor. Yo'q, paytdan foydalan. Yo'q, To'la, bor. Xo'sh, kayfiyat qalay o'yinka? Zo'r yasharkansan, Yurka. Mana bu salatdan yeb ko'r. Ana unda? Hozirgina yeb ko'rdim. Xotiningdan yaxshi tayyorlayman bunaqa salatni. Bunga olmani yaxshilab qirib solishgan. Xaraktering hech ham o'zgarmabdi. Bundan chiqdi. Xarakterim qanaqaligi hali ham esingda ekan. Bo'lmasa-chi. Meni yeb. To'la. Qanaqasi kimga aytdim? Kir ichkariga. To'la. Nima? Qani? Bo'l. Kir. Ey xudoyim, nima gunoh qildim? Ruxsat eting, Lyudmila Prokofyevna. Kiravering, o'rta Novoseltsev. Rahmat, ko'p rahmat. O'tiring, marhamat. Rahmat. Bu yerga emas. Menda biror ishingiz bormidi? Yo'q. Ha. Qulog'im sizda. Mana bu kokteyldan iching. Men ichmayman, o'rtoq Novoseltsev. To'g'ri qilasiz. Men ham ichmayman. Unda nimaga olib kirdingiz? Ichasizmi dedim. Lekin men xato qilibman. Bu yagona xatoingiz emas. Lyudmila Prokofyevna, ochig'ini aytsam, siz haqiqatdan ham zoni ko'ra bilar ekansiz. Siz yana nima gap? Haligi uzoni ko'rar ekansiz. Hozir men hisobotimni qayta ishlayotgandim, bilasizmi? Ko'z o'ngimda tobora yaxshi. G'oyat xursandman, o'rta Novoseltsev. Yaxshi bo'lyapti.
Lyudmila Prokofyevna, siz qo'z qorin terish yaxshi ko'rasizmi? Nima? O'rmondan daraxt tagidan deyapman, yo'qmi? Yo'q, yoqtirmayman qo'zi qorinlar. Attang, chin ko'ngildan achinaman sizga. Qo'zi qorin terish maroqli, bilasizmi? Haligi mana masalan, bir xil to'nkan ustida o'sadi degani bor. Agar o'rmonga bir omadingiz yurib, bir talaga duch kelib qolsangiz, to'nkalarni, haligi qo'zi qorinlarni boya xilini aytyapman. To'nkada o'sadi degani, keyin ana u baqa terak tagida, archa tagida o'sadigani bor-ku. Bilasizmi, qurg'ochlik bo'lib qolgan paytda ular nam joydan, keyin pastliklardan chiqishadi. O'shanaqa joyni topsangiz, maza qilib teraverasiz. Bu borada juda ham mutaxassis ekansiz, o'rtoq Vasiltsev. Biroz bilaman. Meni otim Anatoliy Yefremovich. Eslab qolaman. Menda boshqa gapingiz yo'qmi? Bor, yo'q. Unda bo'shsiz, o'rtoq Vasiltsev. Rahmat. Bo'lish qalay? Nimaga kokteyl ko'tarib yursan? U ichmas ekan. Unda nima qildinglar? Nimalarni gaplashdinglar? Nimalari bo'ladi? Qo'zi qorinlar. Qo'zi qorinlarmi? Qo'zi qoringa balo bormi? Unda nima haqida gapirishim kerak edi? Ilonlar to'g'risida gapirmayman-ku. Ko'ngilni olishga urinib ko'rdim. Tushunaman. Eplolmadim. Oxirgi marta bundan 12 yil oldin xotinimga xushomad qilgandim. O'shandan beri xotinlar bilan muomala yo'q. Lyudmila Prokofyevna xushomad qilayotganingni sezdimi? Sezmadi-ya. Yura, Shvetsariyada striptizni ko'rdingmi? Hecham. Chini bilan-chi? Uni nimasi qiz u? Men albatta borgan bo'lardim. O'rtoqlar, pishloq Shvetsariyaniki, zaytun Gretsiyaniki, marhamat olinglar. Bir umr mog'or bosib shu ishda qolmoqchimiz. Nega endi? Shu xushomaddan boshqa biron yo'lni topsak bo'lmasmikin? Uni ko'rdim deguncha oyoqlarim qaltirab ketadi. Unda tik turma. O'tir. Qo'ysang-chi hazil. U bilan nima haqida gapirishni bilmayman. Yaxshilab o'ylab ko'r. Aqlli gaplardan ol. U aqlli ayol. Ha, aqlli. Tushunarsan. Aqlli gap aytsa bo'ladi. Faqat tushunishi amri mahol. Tavakkal qiraman. Avval pichoq otib olay. Keyin mendan ko'rsang gapni. Yuriy Grigoriyevich, nega meni tansiyaga taklif qilmayapsiz? Taklif qilaman. Olga Petrovna. O'zim so'raganimdan keyin, Yura, moliyaviy huquq litseysidan qochib kafe marojnaga borganimiz esingdami? O'shanda ancha narsani zakaz qilgandan keyin puling yetmay qolganimda. Albatta, esimda. Men qarab o'yla, ana u Bublikov umumiy ovqatlanish bo'limida ishlaydimi? Ha, o'sha bo'limda boshliq. Qanaqa odam o'zi? Amalparast. Yura, xotining mabodo seni rashk qilmaydimi? Kimdan? Mendan. Rashk qiladi. Sen bilan o'pishgani Kunsovaga borganimiz esingdami? O'sha o'rmon o'rnida hozir shahar qurilgan. Bo'lmasa-chi, albatta esimda. Men qara. Ana u Borovskiy, mahalliy sanoat bo'limidagi. Qanaqa odam o'zi? Bahasi yo'q odam. Hozircha Yura. Sen bilan tansa tushyapman. Menga go'yo oradan 18 yil o'tmagandek tuyulyapti. Xo'p, men kiray. Bamani gaplardan ol to'la. Albatta. Yana keldim. Biz siz bilan hali xayrlashuvdik shekilli, o'rtoq Vasiltsev. Xayrlashib edik. Keling bo'lsa yana salomlashamiz. Yaxshimiz, Lyudmila Prokofyevna? Salomatmisiz? Ha, salomatman. O'tirsam, maylimi? Bemalol. Minnatdorman. Ko'p rahmat sizga. Ko'p rahmat.
Zerikmayapsiz Lyudmila Prokofyevna? Yo'q. Men o'rganib qolganman yolg'izlikka, mana shuning uchun ham zerikmayman. Bo'lmasa men keta qolay, a? Menga xalaqit qilayotganingiz yo'q, qolishingiz mumkin. Oy, rahmat. Sigaret gugurt kerak emasmi? Rahmat. Ijozatingiz bilan cheksam. Nima ichasiz? Konyak, viski, jin, todka, qaraq. Boya aytib edim-ku ichmasligimni. Hay, xotiramga bir balo bo'ldi shekilli. Nimalar yozishibdi? Hozircha hammasi joyidamiz. O'tirishimiz qarang. Xuddi soqollariga o'xshab. Go'yo gaplashadigan gapimiz yo'qdek. Keling, u yo'q-yo'qdan suhbatlashamiz. Hisobotim to'g'risida gaplashib oldik. Qo'ziqori masalasi tushunishimcha sizni qiziqtirmaydi, a? To'g'ri tushunibsiz. Mevalarchi qiziqtirmaydimi? Faqat murabbo tarzida. She'rchi. Poeziya tarzida munosabatingiz qanday she'riyatga? Juda yaxshi. Rostda, juda soz. Keling, unda she'r haqida suhbatlashamiz. Bilasiz, men yoshligimda uncha-muncha she'r yozganman. Siz ham yozganmisiz? Yo'q, menda bunga qobiliyat yo'q. Menda ham qobiliyat yo'q edi. Hozir o'qib beraman, unga o'zingiz ham iqror bo'lasiz. O'qib nima qilasiz? Ovora bo'lib. Buni ovoragarchilik yo'q. Negadir sizga juda ham yoqqim kelyapti. Bunga erishdingiz, ishoning. Yana ham yoqqim kelyapti. Dastlabki she'rlarimdan. Ba'zilarni sevish ortiqcha yukdir. Seni sevmaslik bizgadir gunoh. Go'zalliging sirin anglamoq esa turmush jumbog'ini yechmoqdir, ey voh. Bahor chog'i Yosh paytingizda ancha-muncha iste'dodli bo'lgan ekansiz hozirgidan ko'ra. Lekin sizni Pasternak taxallusida yozishingizni xayolimga keltirmagan ekanman. qarang-a, bunchalik nozik tushunasiz deb hech o'ylamagandim she'riyatni. She'r-ku yaxshi, ammo o'qishingiz juda ham yomon ekan. Balkim shundaydir. Bo'lmasam-chi? Biroq do'stlarim menga yaxshi o'qiysan deyishadi. Tilyolomalik qilishar ekan, juda ham rasvo o'qirkansiz. Muzika sizni qiziqtirmaydimi, Lyudmila Prokofyevna? Ashula kuy tarzdami? Siz hali o'zingizga kuy ham chalib bermoqsiz shekilli. G'ada, ashula aytmoqchiman. O'ldirar ekansiz-da. Nimaga? Do'stlarim menga seni ovozing yoqimli, shirali, bariton diskant deyishadi. Menga qarang, siz yana haliga mast bo'lmang. Yo'q, kechda. Agar mast bo'lsam to'polon qilaman. Hozir aksi. Omadim bor ekan. Xo'sh, nimani aytib beray? Balkim aytmay qo'ya qolarsiz. Demak, ashula aytishni bilmaysan demoqchisiz, ha? Juda ham charchatordingiz odam. Hozir bitta ashula aytib bersam, charchog'ingiz yoziladi, ketadi. Тихо вокруг, только не спит барсук. Уши свои он повесил на сук и тихо танцует вокруг. Бам-ба-ба-бам, ля-ля-ля-ля-ля, оля. Siz joydami? Demak, ashula aytishimam sizga yoqqani yo'q-a? Yo'q, afsus. Hech nima yoqmaydi sizga. Ko'nglingizni topish qiyin ekan. Baribir topishga urinib ko'raman. Men hozir yaxshilab o'ynab beraman. Zamonaviy o'yinlar yoqmasligi mumkin. Yaxshisi men sizga klassik o'yinlardan biriga rus xalq o'yini Tsiganichka o'ynab beraman. Siz kuylab turing. Bachkalalikni yig'ishtiring, o'rtoq Novosel. Menga jo'r bo'larmidingiz? O'zim ayta qolaman. Kuyni. Qo'yaring. Ey, assa! La la la, epakaya spagala. Шампанское. Qo'yaring. Нагоря стоит она под горой вишня, но любил цыганская, она замуж вышла. Ивушка зеленая, задручья, божашна, толя гитара, божашма, ах, цыганочка, полюбил цыганку я, ах, ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. To'la, tinchlikmi? To'la. O'yin tushimam, qo'shig'im sizga yoqmas. Nima qilganingiz raksiz. Siz ayol, o'zingiz men sizga aytsam. Bo'ldi. Ishimga aralashma qolsanchi. Bizda odamiylikdan asar ham qolmagan.
qo'yar meni. Mutlaqo yurak yo'q buni o'rniga. Raqamlar u hisoblarga to'lib tortibdi. O'lingni topma. Ular haqalamasini aytgan yo'q, qo'yar. Qo'yar meni, qo'yar. Bu mojarodan keyin meni haydashingiz mumkin bo'layotgandagina yuzingizga aytganimdan juda ham xursandman. Chetda tur deyapman senga. O'zing bos. Bo'ldi. Nima parachab yonimdan turganmisan? Yuriy Grigorovich, Seni har kuzatib o'tirdim. minnatdorman. Hech narsa yemadim. Juda ham yaxshi o'tirdik bugun. Xafa bo'lmang, Lyudmila Prokofyevna. Tanishganimdan juda xursandman. Rahmat sizga. Mast bo'lib rosa haqorat qildim. Xayr, Karlen Semyonovich, Omon bo'ling. yaxshi qolinglar. Nima qilib qo'yding? Ertaga bilasam, u seni nima qiladi? Xayr, o'rtoqlar. Xayr, Prokofyevna. O'rta Rijova. Xayr. Xayr, Lyudmila Prokofyevna. Xayr, o'rtoq Novoseltsev. Anatoliy Yefremovich. Xayrlash. Xayr, kuzatib qo'yaymi Lyudmila Prokofyevna? Ovozingni o'chir. Ovora bo'lmang, hojati yo'q. Men sizni kuzatib qo'yaman, Lyudmila Prokofyevna. Yo'q, o'zim kuzatib qo'yaman. Xudo haqqi, kechiring, Lyudmila Prokofyevna. Iltimos, hech bo'lmang, hech. Lekin o'zi bilasizmi, yomon yigit emas. Judayam yaxshi Yomon yigit emas. Mehmondorchiligingiz uchun rahmat. Ko'pchilik qo'yibman. Xafa bo'lmang sizdan. Xafa Hech bo'lmang. qisi yo'q. Sizni Masjidda o'zim bo'ladi. kuzatib qo'yaman. Telefon qilib turing. Sen kir. Bora qol. Xafa bo'lmang. Bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Qo'ying, o'zizga olmang. Kayf oshgandan aljidida. Yo'q, nega endi? Qo'l ostingdagi odamlarning seni to'g'ringda qanday fikrdaligini bilish qiziq-ku. Rahmat. Uyga. Yaxshi boring. Нас в набитых трамваях болтает, нас мотает одна маята, нас метро то и дело глотает, выпуская из дымного рта. В шумных улицах в белом порхании люди ходим мы рядом с людьми. Перемешаны наши дыхания, перепутаны наши следы, перепутаны наши следы. Из карманов мы курево тянем, популярные песни мычим, задевая друг друга локтями, извиняемся или молчим. По садовым, лебяжьим и трубным, каждый вроде отдельным путем, мы неузнанные друг другом, задевая друг друга идем, задевая друг друга идем. Salom, to'polonchi. Salom. Men qara, tinchlikmi o'zi? Yaxshimisizlar? Salom. Kecha sen nima jin urdi? Qo'y, so'rama, shunda ham kechasi bilan uxlolmay chiqdim. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Salom. Yaxshi, ko'p kuyma, bor bundan uzr so'ra. Nima deyapsan, uni ko'zga qanday ko'rinishiga hayronman. Javobini berishing ham kerak-da qilganingni qilgandan keyin. Salom. Salom. Familiyasi nima bu qizni? Esimda yo'q. Yaxshi kiraman. Balki omadim kelib bugun qabul qilmasmidi. Salom o'rtoqlar. Yura. Salom Olenka. Kecha uyimga kelganingdan juda xursand bo'ldim-da. Men ham seni kelishingni kutib turdim. Kechagi o'tirish uchun Salom, rahmat demoqchi edim yaxshimisiz? senga. O'tirishim yomon bo'lmadi-da. Bugun nima qilmoqchisan? Kechagidan keyin dam olsam degandim.
Salom Verichka. Salom, Yuriy Grigorich. O'zlardami? Har vaqtdagi. Sovg'a Shvetsariyadan. Pora olmayman. Oh, rahmat, boplashdi-yu. Bo'lmasa-chi? Kechqurun nima qilmoqchisan? Qanaqa kompaniya? Erkaklar bo'ladimi? Ha, boraman. Unda meni tanishtirib qo'yasan. Endi meni boshim ochiq. Vera, huzurimga kiring. Pochtani olib kiring. Voy, mana ekan. Siz o'tira turing. Vera, siz hammani yaxshi bilasiz. Kasbim shunaqa. Novoseltsev haqida nimalarni bilasiz? Afsarroq. Ikkita bolali bo'ydoq. Anchadan beri o'tiribsizmi? Hay, keyin kirarman. Liza Leontieva bor edi-ku, qurilish bo'limida ishlaydigan. Haligi oq sariqdan kelgan, xushbichimgina sochini o'rib yurardi. Hozir u bizda ishlamaydi. Yo'q, sira esimda yo'q. Qayoqdan esingizda bo'lsin. Xullas o'shaydi xotini ikkita bolasini tashladi-da. Bittasi bilan ketdi qoldi. Tashlab ketishga qanday ko'z o'qiydi ekan Leontievdan? Xirona-ku. Onamish. Bolalarni onasi Novoseltsev. Yuvosh, muloyim, beozor odam. Og'zidan qo'pol gap chiqmaydi. Beozor. Tamom, Novoseltsev. Ishingiz pochava. Kampir siz bilan qattiq qiziqib qoldi. Shaxsiy delangizni varaqlayapti. Meni ishdan haydab yuboradi. Nega? Bezorligim uchun. Oy. Verichka so'rab ko'ringchi, balki meni hozir qabul qilmasa. O'tira turing. Novoseltsev keluvdim. Uni chaqirganim yo'q edi-ku. Yaxshi, unda bandsiz deb aytaman. Yo'q. Noqulay bo'larmikin? Mayli. Mayli kira qolsin. Xo'sh. Kirarkansiz. Hozir azoyi qalay? Voy bo. Buguncha bo'ldi. Omadingizni bersin. Ha, aytganingiz. Salom, Prokofiev Lyudmilovna. Men bu yerga kelishimdan hayronman. Nimaga meni kecha jin urgan bo'lsa kerak. Ha, sezdim buni. Yo, jinni bo'pman shekilli. Bunisi haqiqatga yaqin. Ha, jinni bo'pman. Ha, o'tiring. Ha, yo'q, hojati yo'q. Anatoliy Yefremovich. Tiktirib o'lgan yaxshi. O'tiring, tortinmang. Rahmat. Marhamat qilib o'tirsangiz. Rahmat. Kecha siz qimirlamang. Meni yuzimga sizda odamgarchilikdan asar yo'q deb aytdingiz. Kayfda nima deb o'ldirganim esimda yo'q, lekin siz ko'nglingizga olmang. Yo'q, nega endi? Olaman albatta. Keragi yo'q. Buni ustiga siz kollektivimizdagi ba'zi rollarning fikrini ifodalovchi kishi ham ekansiz. Yo'q. Kecha ko'pchilik oldida menga tuhmat qildingiz. Haqorat qildingiz. Tuhmat qildim. Hamma aytgan gaplaringiz g'irboqdan. Albatta. Shuning uchun ham gapingizga mutlaqo qo'shilmayman. Men ham mutlaqo qo'shilmayman. Namuncha hadda tayyorlik qilasiz. Unday qilayotganim yo'q. Namuncha hadda tayyorlik qilasiz. Rosa pixini yorgan odam ekansiz. Yorgan emasman. Nega unday deysiz? Hech ham yormaganman. Siz meni qahri qattiq. Nimaga yumshoqsiz? Berahmsan dedingiz. Rahmdilsiz. Shafqatsizsan dedingiz. Shafqatlisiz. Quruqsan. Qo'lsiz. Affedersiz, Lyudmila Prokofievna. Bas qiling.
ertaga shuncha mayna qilganingiz. yo'q, xudo haqqi, men shunchaki haligi sizni xafa qilmoqchi emas edim. O'zim ham bilmayman bu so'zni men sizni mehribonsiz demoqchi edim.